o'zini ustun chaqlab ko'nglini xush qilmoq. Ay, kechda nima ish qilasan? San'at ishlari bilan shug'ullanaman. Bo'ldi qila, abdingdan san'at bilan shug'ullanadiganlarni o'xshamasang. Hey, sen ya kesbekli bo'lmasang, desammi baribir tushunmaysan. O'ylamabdi ekanman, sen kalvaning o'zingni ustun chaqlab ko'nglini xush qiladigan bundaq hunarlaringmi bor ekan, ha? To'la g'ururimga tegmisan qandoq? Ay, seni maqtavatsam, xush bo'lmoqda yo'q. Yana ochiqlanyapsan-ku. Shunimi tushunmadingmi? O'zini ustun chaqlab, ko'ngli xush qilish deganini tushunmadim-ku. Amniya davrida mamlakatimizda nurg'un mashhur shaxslar o'tgan. Xo'yzi bilan Juangzi ana shularning biri. Xo'yzi bilan Juangzi qadinas do'stlardan bo'lib, munozirlashishga amroqkan. Doim turmushdagi ba'zi masalalar to'g'risida munozirlashar ekan. Ba'zida texi qizdirishib qoladi ekan. Ammo bu ishlar ularning do'stligiga qilchi ta'sir yetkazmaydi ekan. Aksicha ularning do'stlik rishtini texmi ching bog'laydi ekan. Ha, yerim kuni o'ltirib, bir talni beliq tutamadik desa. Tutamasak ishqisi yo'q. Bizning maqsadimiz beliq tutish emas, balki beliq tutish jarayonini tushunish. Shundoq. Siz nima degan oliyjanob? Bu hargizmi oliyjanoblik masalasi emas, balki bir odamning safosini bildirdi. Voy, aka, bo'ldi so'zlayvermisiniz-chu? Ha, ikkimizning gapi mangu bir yerdan chiqmag'idak. Mening mushu bir do'stim bor. Uning bilan azarlashib qolsam, mundashqidakmi odam qolmaydi. Eng yaxshisi uning bilan gaplashib olay. Hey, qarang, bu beliqlar shunda xushal uzib o'ynab etibdi. Siz ya beliq bo'lmasangiz, ularning xushal ekanligini qandoq bilasiz? Siz ya men bo'lmasangiz, beliqning xushal yoki emasligini bilmaydiganligimni qandoq bilasiz? To'g'ri, men siz emas. Shunga ko'nglingizdagini bilmayman. Ammo siz beliq bo'lmagandan keyin ularning xushal yoki emasligini albatta bilmaysiz-da. Ay, bu ishqisining dard olashlari qachonmi tuga? Ha, kashik tamog'im hal bo'ldi. Odam hech uchun yashamaydi. Boy siz mendan beliqning xushal ekanligini qandoq bilasiz deb so'radingiz. Gapingizning o'zidilla beliqning xushal ekanligini biladiganimni tan og'iningiz chiqib turibdi. Men Xavdaryosining ko'rigida turib, beliqlarning xushal ekanligini bilganman. Hay, sizga gap deb beramayman. Bo'ldi, siz bilan talashmang. Munozirlashishda hech kim menga tankilanmaydi. Siz rostla hamoqatgansiz. Qo'lingizdimi ketay deb qopsiz. Siz bilan gap talashaverib, badaldirib qiz ketyapti. Qizib ketgan bo'lsangiz, yeshilma sho'rpisi iching. Bo'ldi, sizga yengildim. Biroq bugun kechda beliq yemaydigan bo'ldingiz. Menga gapni tankilamay meni osh qo'yib jazolamoqchimisiz? O'zini cho'ngchaqlab, ko'nglini xush qilmoq degan ibora boshqalarga o'zini bilarman ko'rsatib, o'z ko'nglini xush qiladigan kishilarga qartilgan. Xo'yzi to'limi ehtiyotchan, logikalik tafakkur qiladigan kishi ekan. Ammo Juangzida yumoristik mijoz bor bo'lib, mijozi sal mutahamkan. Juangzidek odam bilan birga yursa, Xo'yziga o'xshash odamlar hamon bo'zak bo'ladi.